Savol. Assalomu alaykum. Men yaqinda jamoat fondi pulimni olgandim. Bu pul ishchi xizmatchilardan har oyda az-azdan tutilib mengib bankada saqlanadi. Yildan yilga o'simi dirg'a qo'shilib mengaveradi. Men bu pulni butun qo'limga olgan vaqtimda qanchalik o'sim bo'lganligini bilolmadim. Bilsam, o'simini berib o'tib foydalansam bo'ladi. Moshundaq pullarni qandaq bir taraf qilsa bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Halol malga o'simdan iborat harom mal aralashgan ahvolda malning hammasi harom bo'lib ketmaydi. Undaq bo'lgan ekan, siz harom malni ayirib kambag'allarga yetkazib berish orqali qutulishingiz kerak. Agar halol mal qanchalik, harom mal qanchalik ekanligini ayriya olsangiz, harom deb qaragan miqdorini ayirib kambag'allarga yetkazib berish orqali qutulishingiz kerak. Agar o'zingiz ayriya olmasangiz, biror buxgalterning yordami bilan mo'ljarlab ayirib olsangiz bo'ladi. Bundaq mo'ljarlash usuli meva-cheva zakatini hisoblash, quduqdek joylarga najosat tushib ketganda suvni tozalash va boshqa masalalarda shariat ishlatgan usuldir. Harom deb qaragan miqdorini ayirib chiqarib o'tgandan keyin qolgan mol halol bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 164-numurliq fatvo.